Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana JavaScript darslarimizda 6-darsimizga yetib keldik. Bu darsimizda o'tgan safar o'tganimizdek, ya'ni data ma'lumot turlarini ko'rdik. Ulardan primitivlari bor, ya'ni non primitivlari bor edi. Shu primitiv turlardan birinchi data type bu string. String matnlarni qiymatlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Ya'ni matn ko'rinishidagi qiymatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Xo'p, men ozgina badiga stil berganman, gradient va tekstlarga ozgina stil berib qo'yganman va JavaScriptga ulab qo'yganman xolos. Shuni ko'rib chiqadigan bo'lsak, endi string ma'lumot turlari bizda kommentar yozish uchun Ctrl/string deb qo'yamiz bu joyga. Endi stringlarni e'lon qilish uchun bizda 3 xil turi bor. Xo'p, birinchisi bitta o'zgaruvchi yoza olamiz, str, ya'ni string. Bu shunchaki nomi. Endi bu joyga bittali qo'sh tirnoqdan boshlaymiz. Misol uchun Donyorbek. Shuni biz agar konsolga chiqaradigan bo'lsak, strni o'tamiz va bu joydan inspect qilib ko'rib oladigan bo'lsak, buni tushirsak, mana chiqyapti. Buni yaqinlashtirib olamiz. Mana 3-qatordan, ya'ni Donyorbek chiqyapti. Xo'p, buni stringligini qayerdan bilamiz deydigan bo'lsak, o'tgan safar aytdim, type'larni tekshirish uchun bizda nima bor edi? Type of bor edi. Type of desam, ko'ryapsizlar, mana stringligini bu aytib beryapti. Xo'p, yaxshi, buni bilgan bo'lsak, endi ikkinchisi misol str 2000 da. Endi bu joyda ikkitali qo'sh tirnoq bor. Misol uchun O'zbekiston. Shuni yozdim va buni ham konsolga chiqaradigan bo'lsam, str 2 pastiga olib qo'ysam. 5-qator, 5-qatordan yana O'zbekiston chiqish kerak. Mana chiqyapti bizda. Buni ham agar ma'lumot turini tekshirmoqchi bo'lsak, type of. Ko'ryapsizlar, string qaytaryapti, ya'ni 5-qatordan. Xo'p, endi bu ikkitalik bilan bittalikda nima farqi bor unda? Ya'ni faqat bittalikda ishlasak bo'lmaydimi desalarni, ikkitalik bu bunaqangi o'rtalarida o, ya'ni apostrof bular kelib qolsa, agar shu holatlarda ishlatishimiz mumkin. Mana Donyorbek misol O'tkirov bo'lsa, o'z familiyam bunaqa emas, Tursunov familiyam. Mana O'tkirov bo'lgan holatida mana endi bu ishlamayapti, xatolik beryapti. O'tadigan bo'lsa, mana syntax error, ya'ni syntax tarafdan xato deyapti. Shu holatlarda biz ikkitali qo'sh tirnoq ishlatishimiz kerak mana. Ko'ryapsizlar? Endi bemalol bu bizda xatosiz chiqib beryapti. Xo'p, yana 3-turi bor, ya'ni stringlarni e'lon qilishda bu bektik orqali, ya'ni template string deyiladi. Buning ichiga JavaScriptdagi o'zgaruvchilarni ham bemalol yozsak bo'ladi. Bu ikkitalik bilan bittalikka buni yozishda iloji yo'q, lekin mana buni o'zi bittalik qo'yib turadigan bo'lsam, bunda iloji yo'q, bunda bemalol o'shalarni yozsak bo'ladi. Ya'ni mana O'zbekiston buyuk davlat deb yozib qo'yadigan bo'lsam ham konsolga str 3. Mana O'zbekiston buyuk davlat deb bemalol chiqyapti. Xo'p, bu joyda endi hozircha bu turib turadi. Endi men boshqacha nomlar beradigan bo'lsam, let first name. Bittalik yetadi hozir o yo'qligi uchun Donyorbek. Ya'ni sizda o shunga o'xshagan haligi tepasida bektiklari yo'q bo'lsa, bemalol bittalik qo'sh tirnoqdan foydalanishingiz mumkin. Hop, last name teng Tursunov. Xo'p, endi bizda shu stringlarni qo'shishlar bor. Let result desam, xo'p, bizda stringlarni bir-biriga qo'shish qanday bo'ladi? Misol uchun first name plus last name deb bemalol yozishingiz mumkin. Konsolga result ko'radigan bo'lsam, mana menda chiqib beryapti, lekin orasida bo'sh joy yo'q. Hozir biz soddaroq usulni ko'ramiz, ya'ni to'g'ri bo'lmagan. Bu ham to'g'ri, lekin kamdan kam holatlarda ishlatiladi. Mana o'rtaga bitta bo'sh qo'sh tirnoq qo'shib qo'ydim. Endi bu holatda ko'radigan bo'lsam, bemalol menda chiqib beradi. Xo'p, bu holatda emas, boshqacha holatda buni qanday qilishimiz mumkin desak, bemalol buni birato'la konsolga ham yozishimiz mumkin. Qanday dedim, menda ya'ni qo'sh tirnoqda backslashligi bor, ya'ni yotkizgan escape tagidagi. O'sha orqali ham yozishim mumkin. Mana sizning ismingiz deb
bu joyga ikki nuqta bilan bemalol o'zgaruvchini chaqirishimiz mumkin. Birinchisi nima? First name. Uni qanday chaqiramiz desalar, dollar va gulli qavslar orqali first name. Mana endi o'tib qarasam, mana sizning ismingiz deb bemalol chiqib beryapti. Xo'p, bemalol bunaqangi qo'shiq qo'yishimiz shart emas. Bunda pils bo'lib qoladi. Ya'ni endi bu bektiklar ichida bemalol joy tashlab ham yozishimiz mumkin. Endi sizning familiyangiz ikkitalik tepapast yozdik va last name. Sizning ismingiz Doniyorbek, sizning familiyangiz Tursunov. Ko'ryapsizlar? Kontrastga bosib ketib qoldi. Shu ko'rinishda ishlashimiz mumkin. Bunda qanaqa bo'ladi? Sizning ismingizda, ya'ni bu joyda first name da biriktirilgan value, ya'ni Doniyorbek bu joyga kelyapti, uni o'rniga va keyingisida sizning familiyangizga bu joydagi value Tursunov bu joyga shuni tushib qolyapti. Ya'ni Tursunovni bunday yozib qo'ygandek bo'lyapti. Tushunyapsizlar? Shu ko'rinishda foydalanishimiz mumkin, ya'ni stringlarni bir-biriga qo'shishimiz mumkin. Ikki xil usulni ko'rdik, ya'ni pils orqali, bo'lmasam bu bektiklar orqali. Xo'p, endi yana dars mobaynida ko'radiganlarimiz nimalar bor ekan? Bir qator hozir takrorlab oladigan bo'lsak, bizda 3 xil string yaratish usuli bor ekan. Bittalik, ikkitalik qo'shtirnoq, ya'ni hozir ikkitalik value ekan. Keyin nima? Bektik orqali yozishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi type of ham ko'rdik. Type'ni tekshirish, string chiqyapti bizda bemalol. Keyin bu joyda qaranglar. Misol uchun let deb mana satara deymanda yana nom beraman. Shu joyga misol 25 deb qo'ydim. Shu o'ylab ko'ringlarchi, bu numbermi yoki stringmi? Nima deb o'ylaysizlar? Hop, konsolga chiqaraman buni. Satarani. Mana pastdagilarni o'chirib turaman, chalg'itmaslik uchun bizni. Xo'p, 5-qatorda ko'radigan bo'lsam, 5-qatorda 25 chiqyapti, muammosi yo'q. Xo'p, bizda type'larni tekshirish uchun nima bor edi? Type of. Hozir nima deb o'ylaysizlar? Bu numbermi, stringmi? O'ylab ko'ringlar. Endi javobni ko'ramiz. Endi bu bizda string. Ko'ryapsizlar? Ya'ni qo'shtirnoqlarning ichiga yozilgan har qanday narsa bizda string bo'ladi. Ya'ni bu ko'rinishda belgilar yozasizmi, raqam yozasizmi, katta harfmi, kichik harfmi, har qanday simbol, ya'ni har qanday belgi yozsangiz bu qo'shtirnoqning ichida. Hammasi bu matn ko'rinishida o'qiydi JavaScript. Tushunarli? Xo'p, keyingi ko'radiganlarimiz bo'ladigan bo'lsa, endi bizda stringning xoslari, ya'ni propertiesni ko'radigan bo'lsak, xo'p, bizda JavaScriptda shu data type'lar bilan ko'radiganimiz property va metodlar bor. Bu joyda metodlarni ham keladi. Hozir unga ham to'xtalamiz va pastiga yozib tursak ham bo'laveradi. Propertylar nima? Propertylar bu hozircha stringda bitta property bor. Uni ko'radigan bo'lsak, misol uchun bu property qaysi deydigan bo'lsak, let deb result deb oldim. Ya'ni bitta o'zgaruvchi result deb belgilab olyapman. Xo'p, misol uchun bizda bularni o'chirib turadigan bo'lsak, first name bor. First name bu shu birinchi propertymiz length, bu uzunlik. Mana first name nuqta length. Bu oxiriga bunaqangi belgilar qo'yishyapti. Shunchaki length yozamiz va konsolga result chiqaramiz. Endi o'tib qarasam, necha 10 ekan, ko'rdingizmi? Ya'ni bu length nima deydigan bo'lsak, length bu o'sha matnning uzunligi bo'ladi. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ko'rdingizmi? 10 ta belgidan iborat bu. Xo'p, buni yozish uchun qanday bo'lar ekan? Bitta o'zgarish uchun shunday yozasiz va nuqta length deysiz xolos. Xo'p, buni konsolga prямо yozsa bo'lmasmi? Bo'lardi. Mana first name nuqta length deysiz ekan. Shu natijamiz kelib chiqadi. 10. Xo'p, buni ko'paytiradigan bo'lsak, yana Tursunov. Xo'p, endi bizda 19 ta. Ko'rdingizmi? Ya'ni o'zi hisoblab beradi. Bizga bu nimaga kerak deydigan bo'lsak, darslar mobaynida bu juda ham kerak bo'ladi. Bizga uzunligi, matnning uzunligini olish. Xo'p, tushunarli bo'lsa, endi metodlarga o'tadigan bo'lsak, shu JavaScriptda stringda hozir 3 ta metodni ko'rib chiqamiz. Bu propertiesi bu joyga qo'shilib qolibdi. Endi bizda metod tushunchasi bor. Bular funksiyalardek ishlaydi, ya'ni funksiyaga o'xshash bu nimadir beradi. Ya'ni nimanidir o'zgartiradi bunda. Misol uchun bu tepalarda o'chiramizda. Asini o'chirib turib mana
let deymanda, misol lorem degan narsa bor, bilasizlarmi? Lorem ipsum. Ya'ni dasturchilar juda ko'p foydalanadi tekstlar. Shulardan bu loremdan bittasini kopiya qilib turamiz. Ctrl C. Bizga ko'proq tekst kerak va string deb o'zgaruvchi ochig'ini satari mana. Xo'sh, buni ikkitalik qo'shtirnoq yozib qo'ydim mana. Xo'p, uzaytirib buni bu tarafga kirgizadigan bo'lsa, mana loremda bizda string chiqyapti. Endi buni konsolida ko'rsak, satari ko'rsak mana bizda bemalol chiqyapti. Endi buni uzunligini ko'rish uchun nima edi bizda? Aytinglarchi, nuqta length. To'g'ri. Xo'p, mana 575 ta uzunlik, ya'ni xarakterdan iborat ekan. Ya'ni 1 2 deb sanab chiqargan bo'lsak shu. Endi birinchi ko'radiganimiz to uppercase bor bizda. Bu to uppercase bu hamma harfni katta qilib beradi. Ya'ni buning ichida kelgan hamma harfni ko'ryapsizlar, hammasini bizda katta qilib beryapti. Misol yana bitta o'zgaruvchi bo'ladigan bo'lsa, buni tagida mana ism degan. Teng Asadbek. Asadbek bor. Endi shuni konsolida katta qilmoqchi bo'lsam, ya'ni bu ko'rinishda chiqarmoqchi bo'lsam, Asadbek deb. Shu ko'rinishda chiqarmoqchi bo'lsam, nima qilaman ekan? Ism nuqta shunchaki to uppercase qilaman ekan. To uppercase bu metodlarning oxirida doim qavs bo'lishi shart. Esda tutinglar, doim qavs bo'lishi shart va nuqta qo'yish orqali yoziladi bu. Endi o'tib qarasam, mana Asadbekga menda katta chiqyapti. Ya'ni bu joyga nima yozsangiz ham katta yozasizmi, kichik yozasizmi farqi yo'q. Bu hammasi kattada qilib beradi to uppercase. Endi keyingisi bor bizda konsol logini yozaman. Satari nuqta to lowercase bor. Endi bu hammasini kichkina qilib beradi. O'tib qarasam, bu joyda narigi ishlab olyapti bizda. To uppercase bo'lib qolibdi. To lowercase. To lowercase mana ko'ryapsizmi? Hamma harfni bizda kichkina qilib beradi. Ya'ni baydagi loremdagi la katta edi, keyin yana mana itdagi i katta, bizda mana ipsumdagi i'lar katta, mana bu joydagi ipsumdagi i'lar ham katta, lekin hammasini nima qilib berdi bizda? Kichkina ko'rinishga olib kelib berdi. Ya'ni bu joyga yana haligi o'zgaruvchini yozsam, ism deb teng Asadbek. Mana oxirini katta, bu yog'ini kichkina qilib yozdim ataylab. Shuni ko'radigan bo'lsam, mana konsol logida ism nuqta to lowercase. To lowercase qilib oxiriga qavslarni qo'yib beradigan bo'lsam, ko'ryapsizmi? Mana Asadbek ya'ni 9-qatordan chiqyapti. Meningizda menda ham mana 9-qatorda ishlatganman. Uni hammasini nima qilib beryapti bizga? Kichkina qilib beryapti. Shuna qilib o'zlaring ham ko'proq ishlab ko'ringlar bular ustida, ya'ni ko'proq kodlar yozib ko'ringlar. Agar tushunmagan joylaring bo'lsa so'ranglar. Bir qator yana qaytarib o'tadigan bo'lsam, shunchaki matnlarni yozish uchun bizda stringlar bor ekan, string data tip. Ya'ni buni string deb o'zimiz yozishimiz shart emas. JavaScript tushunadi. Ya'ni ikkitali qo'shtirnoq, bittalik va bektikka yozgan hamma narsamiz bizda string bo'lib o'qiydi. Ularni ko'rib chiqdik. Xo'p, keyin type of nima ekan? Type'ni tekshirish uchun ularni ham ko'rdik va length nima ekan? Bizda uzunligi bu property, metod emas, property. Metodlarda oxirida nima bo'lar ekan? Qavslari bo'lishi shart. Biz to uppercase ko'rdik, hamma harfimizni katta qilib berdi. To lowercase ko'rdik, hamma harfimizni kichkina qilib berdi. Xo'p, bizda bugungi shular. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha maksimal poddeshka qilasizlar degan umiddaman.